Do'stlar, assalomu alaykum. Iveco minadigan hamkasblarimiz, xudo xolasa avto ehtiyot qismlarimiz kelyapti bosqichma-bosqich. Navbatdagi mana Iveco kabinalarimiz keldi. Sedlolar, oldi, stupisalar. Qiziqqanlarga 460 talik eng full komplekt tasarlangan klimat kontrollari bilan aloqaga chiqsanglar, ishlarni chiroyli holatda bitirib beramiz. 330 talikni ham kabinasi yoqmayotgan bo'lsa, mana 460 talikni qo'yib beramiz. Mana yo'lda keladir, aynak sinib qopti. Ha, mayli, bu aynagimizning narxi $50 turadi. Buni ham oxiriga yetkazib beramiz o'rtoqlar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa yangi garajlarimiz bitib qolay deyapti. Akalarimiz mana 2 kunda bitirib beramiz deyapti. Keladigan hamkasblarimiz mana shu issiq joyda o'tiradigan joylarni qilib qo'yamiz. Mashinalarning remontini qilib, chiroyli holatda motor, kabina, xullas nima ishi bo'lsa hammasini professional ustalarimiz nihoyasiga yetkazadi. Jo'natib yuboramiz. Agar mabodoga sizlarga shunaqa to'sin tashamasdan orasini uzun qiladigan profilli naveslar kerak bo'ladigan bo'lsa, akalarga aloqaga chiqib qo'yasizlar. Nomerlarni aytib yuboringlar aka. 88li 975 5590. Qayerdansizlar aka? Asakali akalarimiz mana bizni garajimizni tog'olasa qurib beradi. Konteynerda materialdan bo'lar ekan bular. Buni kraska qilmaysizlarmi? U kraskasi qo'shimcha nima ya? Lekin naves saytida tursa bu zanglamasa kerak aka.